Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Sog' salomatmisizlar? Bugungi videomiz dastarbosh haqida bo'ladi. Xalq tilida nog'orboshon deb ataladi. Pishma обыкновенный. Astrogul do'stlar oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 150 sm ko'rsatadigan kuyillik o't o'simligidir. Buni yaxshi bilasiz, o'tkir hidli bo'ladi. Poyasi baquvvat, tik o'sadi. Barglari navbatma-navbat joylashgan. Mayin tuk bilan qoplangan. Gullari qovoq rang, sariq tusda bo'ladi. Dastarbosh yo'l chetlarida, soy bo'ylarida, turar joylari yaqinida, o'rmonlarda uchratishim mumkin. Uning kimyoviy tarkibida efir moyi, flavonoidlar, qisman alkaloidlar, oshlovchi va achchiq moddalar mavjud. Xalq tabobatida dastarbosh tuqqunlarini kukun qilib, undan damlama tayyorlab, miya-ichak kasalliklarida yil o't haydaydigan g'ijalarga qarshi vosita sifatida ishlatiladi. Qadimdan xalqimiz go'sht nimtalarini buzilishidan saqlash uchun ularning usti va tagiga dastarbosh qo'yilgan. Zamonaviy tibbiyotda dastarbosh tuqqunlari kukun yoki damlama ko'rinishida miya-ichak kasalliklari, askaridoz, intrabioz, liambulozda, gepatitlar, xolestititlar va o't-tosh kasalliklarida ishlatiladi. Tub gullaridan olingan preparat tannatsin o't haydaydigan vosita sifatida qo'llaniladi. Dastarboshning tub gullari o't, safro ajralishini kuchaytirib, undagi shilimshiq moddalarning kamayishi, yurak ishini quvvatlash tajribalarida aniqlangan. Dastarbosh tarkibidagi efir moyi g'ijalar, mikroblar, hasharotlar, kuya, purga, pashalarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Dastarbosh tuqqunlaridan damlama tayyorlab, kuniga 2-3 marta yarim stakandan ichib turilsa, me'da va 12 barmoqli ichak yarasi tez et olib tuzalishiga yordam beradi. Bu o'tning tarkibida oshlovchi moddalar bo'lganligi tufayli yallig'lanishga ham ta'sir ko'rsatadi. Faqat shifokor tavsiyasi asosida. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling. Like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bu bilan bizning kamtarona mehnatimizni qadrlagan kanalimiz ravnoqiga hissa qo'shgan bo'lasiz.